Kecha erimni restoranga taklif qildim. Har doim bunaqa takliflar erkak kishidan olish kerak degan qonun yo'q, to'g'rimi? O'shaning uchun ham men kecha erimni turkcha Izmir restoraniga taklif qildim. To'g'risi, ular yo'q dedilar deb o'ylagandim, lekin rozi bo'ldilar. Tezda tayyorlanib yo'lga chiqdik. Xavotir olmanglar, bu safar oyjonni ham oldim. Izmir oilaviy turkcha restorani shaharning qoq o'rtasida joylashgan. Yangi ochilgan bo'lishiga qaramasdan qisqa fursatda mashhurlikka erishdi. Izmir restoranida bizani ochiq chehra va samimiyat bilan kutib olishdi. Ichkariga kirib, joyimizga o'tirishimiz bilan bizani mehmon qilishni boshlashdi. Haqiqiy turkcha bardak choy va merjimik sho'rva bilan shunaqa o'zligi oldingizga kelib so'z berib mehmon qilishadi. Bu Izmir restoranining o'ziga xos an'anasi. Biza menyudan 2 xil salat, Izmir restoranining firmenli limonadlaridan, turkcha non va restoranning maxsus set taomidan buyurtma berdik. Salatlarning mazasi ajoyib, bizaga juda ham yoqdi. Nonlari bo'lsa issiqqina, sveji bo'lib keldi. Limonadga esa gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsasi me'yorida tayyorlangan. 2 kishilik maxsus setga bo'lsa 3 kishi bemalol to'yarkan. Ichida koreyka go'sht, koklet, parrak kesilib yumshoq qovurilgan go'sht, pide, lahmajun va tovuq qanotlari. Bu taomni juda ham chiroyli qilib padacha qilib olib berishdi. 2 kishilik setga bemalol to'ydik. Даже uyga ham saboy qilib oldik. Desertga esa turkcha paxlava buyurtma qildik. Paxlavani ta'mi bizani Turkiyaga sayohat qildirdi. Juda ham mazali, shirasi me'yorda. Restoran atmosferasi chiroyli, xizmat ko'rsatish esa a'lo darajada. Hamma xodimlar quvnoq va mehmondo'st. Oilamiz bilan 2 soat davomida Izmir oilaviy restoranida Turkiyaga sayohat qildik. Izmir restorani sizni unutilmas lazzatli taomlar va Turkiya mehmondo'stligi tomon chorlaydi. Xo'sh, qizlarjonlar, sizlar ham eringlarni restoranga uchrashuvga taklif qilib turasizlarmi?